Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi o'zak mojarosining uzluksiz davomlashishiga ergashib, Amerikaning o'zak ishlab chiqaruvchi Nvidia'ning sun'iy idrok texnikasida ishlatilgan H100 o'zak modulining qonunsiz holda Xitoyga to'shilganligi to'g'risidagi ayblash ikki davlat o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirdi. 2019-yili Amerikaning Huawei'ni cheklash bilan o'ttirg'i chiqqan Amerika-Xitoy texnika talash tortishi yaqinqi yillardan buyon o'zak sohasida eng keskin raqobatni boshdan kechirmoqda. Yaqında bu yan davomlashayotgan o'zak va xom ashyo eksport cheklamasi ichida ikki taraflik josuslik va o'g'irlik qilish ayblashlari kun tartibining usti qismini egalladi. Amerika Adliya ministrligi 2022-yil 10-oydan 2025-yil 7-oygacha ijozatsiz sun'iy idrokka ishlatiladigan grafik bir taraf qilish o'zligini bilib turib va qasddan Xitoyga eksport qilish bilan ayblagan Chuangyang va Shivi Yangudan iborat ikki Xitoy fuqarosini josuslik jinoyati bilan qo'lga oldi. Ministerlikning bayonotida Nvidia o'zligini Xitoyga to'yish bilan ayblangan shaxslarning bozordagi eng kuchli o'zak deb tasvirlangan Nvidia H100 ni to'shganligi o'ttirib qo'yilgan. Yana bir o'zak josuslik xabari Tayvandan kelgan. Oldingi seshanba kuni Tayvan taftish mahkamasi e'lon qilgan bayonotga qaraganda, dunyodagi eng chong o'zak ishlab chiqaruvchi Tayvan yerim o'tkazgich ishlab chiqarish shirkati TSMC dan texnika savdo maxfiyatligini o'g'irlaganligi uchun 3 kishi qo'lga olingan. H100 o'ziga nima uchun muhim? Josuslik shaykalarining nishoni bo'lgan Nvidia H100 cho'ng tipdagi tillar va ko'rish andizisining taraqqiyotida halqiliq rol o'ynaydi. Nvidia H100 ning GPT-4 ga o'xshash cho'ng tipdagi sun'iy idrokni taraqqiy qildirish va kompyuter ekrani va tabiiy til bir taraf qilish qatorliq qo'llanishchan programmalarni taraqqiy qildirishda ishlatiladiganligi ma'lum. Yaqinqi yillardan buyon bu ikki davlat o'rtasida bo'libmi ilg'or o'zak modullariga qarata kishini hayron qoldirgan taraqqiyotlar bo'ldi. Nvidia şirketining bosh ijro amaldori Jensen Amerika va Xitoyning sun'iy aql o'ziga hukmronlik qilish musobaqasida teng saviyada ekanligini, Amerikaning yangidan gullanayotgan texnika kasbini tiziltiradigan energiya siyosatini yo'lga qo'yishi kerakligini o'ttirib qo'ydi. Jensen yana ogohlantirib mundaq dedi: sun'iy aql o'ziga ishlab chiqarishni boshlagan Xitoy telegraf shirkati Huawei, Nvidia va Amerika o'zak shirkatlarining muhim raqobatchisiga aylandi. Şunun bilan bir vaqtda Huawei yaqında o'zining eng yangi o'zak C910 ning avrishkisini Nvidia ishlab chiqargan o'zak bilan raqobatlashadiganligi mo'ljallangan asosda bir qancha texnika shirkatiga avatgan hamda zakaz qabul qilishga boshlagan. O'zak va yerim o'tkazgich shirkatlarining bozor qiymatini tekshirganda Amerikaning hukmronlik o'rni kishining diqqatini tortadi. O'zak va yerim o'tkazgichga munosabatli kasblar bilan shug'ullanadigan oldingi 10 shirkatning 6si eng yaqin raqobatchilardan ko'rinarli oldida turdi. Statistika organlarining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Amerikadan bozorga solinadigan Nvidia'ning bozor qiymati 4 trillion 400 milliard dollar. Yana Amerikadan bozorga solinadigan Broadcom 1 trillion 400 milliard dollar bilan 2-o'rinda. Tayvanning TSMC 1 trillion 200 milliard dollar bilan 3-o'rinda. Koreyaning Samsung shirkati 335 milliard dollar bilan 4-o'rinda. Amerikada turishliq AMD 278 milliard dollar bilan 5-o'rinda turadi. Dünya Nopus obzori e'lon qilgan davlatning 2025-yildagi yerim o'tkazgich ishlab chiqarish doklatiga qaraganda, Tayvan ishlab chiqarish miqdori jihatda yerim o'tkazgich ishlab chiqarishga yetakchilik qilgan. Tayvandan qolsa Koreya, Yaponiya, Amerika va Xitoy. Onundan boshqa o'zak va yerim o'tkazgichga kerakli xom ashyoning muhim bir qismi Xitoyda qiziqlanadigan bo'lib, buning ko'pinchisi yana vatanimiz Sharqi Turkistondan chiqadi. Yevropa sanoat jamiyati xalqaro xom material birlashmasi CRMA ning doklatiga qaraganda, yerim o'tkazgich ishlab chiqarishda ishlatiladigan galining 80% ning ko'proq Xitoyda ishlab chiqarilgan. Statistika organlarining sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Amerika galining taxminan 80% ni Xitoydan import qildi. Amerika 2022-yili parlament ma'qullagan o'zak va ilm-fan qonuni bilan o'zakka mablag' solishga oid eng konkret qadamni tashladi. Bu harakatning asosli maqsadlarining biri yerim o'tkazgich yasashni Amerikaga qaytarish, ya'ni Amerikada zavodlarni qurish bo'lib, bu doriga mablag' solishni qaror qilgan shirkatlarning biri Tayvanning TSMC. Bu shirkat 100 milliard dollardan ortiq mablag' solib, Arizona shtatida yuqori texnikalik ishlab chiqarish aslahalarini quradiganligini e'lon qildi. Agar bu tur yo'lga qo'yilsa, u Amerika tarixidagi eng chong chet el mablag'ining biri bo'lib qoladi. Amerika boshqa shirkatlarning mablag'ini birlashtirish orqali o'zak ishlab chiqarishdagi ta'sirini dunyo miqyosida kengaytirishni maqsad qilmoqda. Bu timtos to'qinish qachongacha davom qiladi? Bu to'qinishda kim yengib chiqadi? Oldimizdagi kunlarda buni ko'rib olamiz.